Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Xudo xolasa bizlar Qazariz Muqamana geldik. Bunyodkor mahallasına. Bu yerda Abdullah ağamızning xonadonidan bir dona darvoza o'rnatib berdik. Bu darvozamiz burukkilikli ishlardan, qalin ishlardan ishlandi. Mokri asfalt krask urildi. 3 dona quloqlarni qo'yib, framogalardan milliy uslubda 1.8 ishdan oyma ravishda ishlab berdik. Abna eshiklari 15 santilik. Telleri şivler, zamokları stimul. Açıp beklenişini görüyoruz. Zamok caylarından yine 8'e 4'ten profilden koyup çotki açılardan atıp onu atıp verdik. Aynen işleri hemen sesi ustanovka oldu. Bu da xolasa içine ütüplü variantta stekla tıkıp yaxşıtıb işləb verdik. Arka tarafları alikafonlarım mokri asfalt yani üzünü renginde. Ustanovkası besplatni viloyatlara ham yere o'rnatib beramiz. Qoraqalpoq, Xorazm, Vanana, Xudo xolasa kelishgan holda o'rnatib beramiz. Penalari aynan ishlari o'zimizdan bo'ldi. Ustanovkasi hammasiga o'rnatib berdik. Yo'rtuslayna alikabon eng yaxshi materiallardan profillardan 6x6 stenada qalinligi talshanasi 1.8 bo'ldi. Teni şivlerlerini 8'e 4 rasiski şivlerden up verdik. Bu da xolasa kime shunday xizmatlar keraksa telefon raqamlarini qo'yamiz, murojaat etasizlar. Bular nechik darvoza yoqdimi? Sifati yaxshimi? Baholari ko'ngildagimi? Ilohim, sen to'ylar ochib beklang.